Hammaga merhaba o'rtoqlar. Sizlar Abbosyan TV kanalisizlar. Hozir men Istanbul Kadıköy rayonidaman va sizlarga hozir polni obzor qilaman. Ovqatlarning ko'chalarini obuna bo'lish esingizdan chiqmasin, boshladik. Kadıköy o'rtoqlar eng energichniy ko'chalardan bittasi bo'lsa kerak. Ya'ni juda ham ko'p yoshlar bu yerda yashaydi va aylangani keladi. Ko'rsanglar bo'ladi, shunaqa kafelari juda ham ko'p. Menimcha bir 1000 yaqin kafesi bo'lsa kerak va shunga o'xshagan chiroyli do'konlarga ham odamlar keladi. Mana bu Xitoy magaziniga, Xitoy aksessuarlariga o'xshaykan, shunaqa qiziq narsalar sotishar ekan va adashmasam-da shunaqa hidi juda ham bir приторный hid kelyapti. Mo'shni va shunaqa qiziq narsa sotishar ekan, adashmasam hidlar ham sotishadi. Hozir ham Turkiyada kasallik bo'layotgan narsa bubble tea. Har bir kishi hozir ozgina puli bo'lsa ham bubble tea tayyorlaydigan joy ochishga harakat qilyapti. Mana uni ham ko'rsanglar bo'ladi. Odamlar takoy vinoni olgan, bubble tea tayyorlashyapti va juda ham ko'p bo'lgani uchun odamlar kirmayapti. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Bo'sh, janchalik ko'p odam yo'q ichkarida. Va trafik juda ham katta. Mashinalar ko'p, ichadigan joylar ham afsuski ko'p. Sizlarga hozir ko'rsataman. İchadigan joydan ko'pi, turklarning ko'pi ichadi. Shunga shunaqa yomon faktlardan bittasi bu. Bubble tea temasini yopib sizlarga kafeshkalarni ko'rsataman desam, mana ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham shunga o'xshagan ko'p kafeshkalar bor. Bu yerda qaradim, o'ng tarafda, ya'ni mana bu yerda bubble tea boshqasi, bu yerda sirrazu boshqa bubble tea sotadigan joy va undan keyin yana shunaqa qilib juda ham ko'p ochib tashlashgan va mana kafeshkalarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu sartaroshxona ekan, kafe emas. Kichkina mana shunaqa non qiladigan joylar bor. Craftoviy nommi. Nomlarini aytolmayman nimaligini, lekin opa shu sotyaptilar. Narxlarini keyin ko'ramiz. Videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun qisqa qilib sizlarga hozir obzor qilib beraman. Va Turkiyada kasallik bir payt boshlandi. Skuterlar bilan hamma yoq skuter bo'lsa-da, hozir esa kamayishga boshladi, chunki sindirib tashlashdi. O'shanga skuterlar kamaydi. Hozir sizlar bilan Astronoy ko'chasiga chiqamiz. Kechki hayot ko'rayotganinglardek qaynayapti. Yoshlar juda ham ko'p. Men ham yoshman. Nikotin shart emas va gul sotadigan shunaqa joy bor ekan bu yerda. Hozir sizlarga eng zo'r shokolad qiladigan va shirinliklar joyini ko'rsataman. Rostdan ham Turkiyada, Istanbulda emas, eng zo'r hisoblanadi. Va undan tashqari hozir ovqatlanamiz va sizlarga ko'chalarni ko'rsataman. Istanbulning eng katta muammosi, yashaydiganlar biladi, bu trafik chadi, ya'ni probkalar. Probkalar eng katta muammolardan bittasi o'rtoqlar. Luboy ko'chaga, Luboy Istanbul ko'chasiga kirsanglar, mana shu probkadan taksilar juda ham qimmat. Undan tashqari yozib turadi, sizlarni kutiradi va mashinalar o'tolmaydi. O'shanga stressi juda ham yuqori darajada. Turklarda nimaga mashina haydasa va stressi 100% bo'ladi. Chunki mashina haydaydiganlar shunaqa probkada sarson bo'ladi. Mana shunaqa tekel deydi, ya'ni aroq, vino vodkani tekel deydi Turkiyada. Shunga bunaqa Kadıköyda juda ham ko'p. Hozir men ovqatlangani keldim va Istanbulda odam ko'p-ku juda ham. Shunga shunaqa qiziq narsa bor. O'chirtga yozdirasizlar, shirinlik bo'ladimi yoki ovqatlanish bo'ladimi, yaxshi joy bo'lsa. Super normal degan joyga keldim o'rtoqlar. Hozir o'chirtimizda taxminan 30 minutda kelar ekan. Odamlar juda ham ko'p. Ana kuni taksida o'tib ketayotganini ko'rib qoldim. Hozir burgerda qanchalik zo'rligini ko'ramiz. Shuncha kutganimiz arziydimi? O'rtoqlar, hozir tanlayman. Narxlarni ko'rsanglar bo'ladi. O'zingizlar o'sha so'mgami endi qaysiga chiqarib olsangiz chiqarasizlar va bu yerda kichkina menyusi ham bor ekan. Narxi esa общий menga hech pulga aylandi 1300 liraga. Mana hozir zakazlarimiz keldi. 3 ta burger etilgan edi. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi o'rtoqlar. Bu yerda frimiz ham bor. Общий taxminan 20 qanchadir dollarga tushdi. Va bitta hozir yeyman. Menimcha mazasi zo'r, chunki odamlar ham ko'p kelar ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, ichi shunaqa sochni ekan. Как раз burgerda yechmaydigan sousku, yo'q sous shart emas. Menimcha yedim eng zo'r burger. Shu yerda zakazdan tashlayman o'zi videoda.